Bizani sohamizda shunaqangi mavzular chiqib qoladiki, soatlab gaplashsak ham yechim topa olmaymiz yoki nima analiz qilsak ham yechim topib bo'lmaydi. Ko'p bo'lgan bunaqa holatlar. Mana bugun ham 9 yillik farzandsizlik holatida erida azospermiya, ikkita turmush, ikkinchi turmushi 1 yil, birinchi turmushi 8 yil. Ayolida 32 yoshli ayolda IMG, ya'ni tuxumdon zaxirasi 0,3 ga tushib qolgan. 0,3 degani 3 ta, 4 ta yoki 2 ta folikula bo'ladi. Ekoga umuman yaxshi rezultat olib bo'lmaydi. Tim bo'lib azospermiya, moyak ichidan urug' chiqish ehtimoli ham unaqa katta emas. Analizlarini ko'rib, o'tirib xulosa qildim. Endi ularga men bir ikkita variantlar taklif qilib ko'rdim. Tayyor embrion varianti dedim, yana boshqa dedim. Lekin o'zingiznikidan urinib ko'rishga 6-7 ming dollar atrofida pul ketadi, lekin rezultatiga 10-15% atrofida. Juda ham qiyin. Mana shunaqa holatlarga to'g'ri kelib qolmasligi uchun iltimos hamma harakatlarni yoshligidan vaqtliroq boshlashga harakat qilinglar, iltimos.